noyabr 2025-yil yakshanba. Bugun yana sayohatimiz bor. Suriya ota cho'qqisiga. Xudo xolisa yaxshi sayohat bo'ladi degan umiddaman. Men hozir elektrichkadaman. Suriya ota cho'qqisiga chiqish eng oson va qulay yo'llardan biri bu elektrichka. Hozir elektrichkadan tushaman. Yana bitta marshrutga o'tirib Suriya ota cho'qqisini oldiga boraman. Kuzatishni davom etinglar. Hozir Qishloqdan G'azalkent bekatiga yetib keldim. Elektrichkada. Bugun ko'pchilik tog'ga chiqyapti shekil. Ancha G'azalkent bekatidan anchagina ko'p odam tushdi. Hozir meni bitta sherigim bor. U uxlab qoldi. Shu uchun elektrichkada emas, mashinada, ya'ni marshrutkada keldi. Hozir ham kelib qoladi, o'shani kutib olishga ketaman. Soat 9dan 10 minut o'tdi. 10 minut oldin mashinada keldik, taksida. Choy qaynatib, kofe ichib olishga ham ulgurdik. Kofilar mumkin. Qana? Issiq kofe, mana choy qaynatdik. Non dahshat. Shezornom, men yoqda novvoyxona bor. Mana o'sha yerda novvoyxona. Hozir qaynatdik. Issiq non bilan issiq kofe ertalabdan safarimizni zo'r qiladi. Omad. Biz yo'lni boshlab oldik. Sekin kanyonning ustidan yurib ketyapmiz. Mana bu sherigim Manzarani ko'rsat. Kanyonning asosiy qismiga keldik. Turistlar ham yetib olishdi o'sha. Biz bu cho'qqiga chiqishimiz kerak. Hozircha shoshilmasdan yuramiz. Chunki rasmga tushib, bemalol qarab manzaraga. Ana shu G'ijol qishlog'i. Ana G'azalkent. Ana cho'q. Kanyonni tugatdik, kanyon yo'lini. Yo'lda yurib, asfaltli joyga ham yetib keldik, yo'lga. Mana mana yo'l Parkent qishlog'iga olib chiqadi. Shu orada kon bor va geologiya instituti bor, mana mana shu tarafda. Shu yo'lga olib boradi. Mana Qizilno'ra cho'qqisi, IMT va Oqko'l cho'qqilari, Katta Chimyon, Maygashkan, Ko'kbet. Bu yoqda otlar yuribdi. Shu joyda ko'l bor, hani bahorda to'ladigan ko'l. Bahorda juda ham chiroyli bo'ladi. Yo'limizdan mana shunaqa daraxt chiqdi. Chirib yiqilib tushgan bo'lsa kerak. Soat 1 bo'ldi. Dengiz sathidan 1880 metr balandlikdamiz. Bu yoqda manzara. Katta Chimyon. O yoqda qora qush ko'rinishi boshladi, qora qush cho'qqisi. Bu yoqda o'rmon.
Suryapti o'rmoni. O mana cho'qqimiz. Sal sekin ketamiz lekin chiroyli manzaralarni ko'rib ketamiz. Dengiz sathida 2900 metr balandlikka yetib keldik. 300 metr taxminan balandlikka ko'tarilishimiz kerak yana. Hop, mana sherigim. Bu o'rmonzor. Juda ham dahshat. Haqiqiy o'rmonzorda yuribmiz. Hop. Mana muz bo'lib qolgan. Ham quyosh tushmagan. Mana shu Suryapti cho'qqisi. Tablichka o'rnatdi o'sha. Cho'qqida kimlar bor, menimcha. Cho'qqiga yetib kelishimizga juda ham ozgina masofa qoldi. Ha, shu tepalik o'sha cho'qqi. Shunaqangi uzoqdan kelamiz. Ana shu yerda aylanib kelamiz. Yaxshimisiz? Ana mana. Çok kolay tabriklayman. Panorama vid. Mana bu Bikistosh va Shohqo'rg'on cho'qqilari. Bu yoqda Oqtosh cho'qqisi, mana bu o'zi Havle cho'qqisi. Bu yoqda Uchtosh cho'qqisi. Mana bu Qizillo'da 1 va 2 cho'qqilari. Bu yoqda G'alabani 70 yilligi, Anni 77 cho'qqilari. Mana shu cho'qqi Qoraqush. Shaqqa oxirigacha chiqolmagandim, ozgina qolganini qaytgandim. Hozir уже qor bor bu yoqda. Bu yoqda Imitey va Oqko'l cho'qqilari. Bu bo'lsa katta chimyon. Bu yoqda Maygashkan, Ko'kbet, Amirsoy, Beldinsoy. Ana shu yoqda Mingtuxum va Qo'ng'irbuqa cho'qqilari. G'azalkent bu yoqda. Mana shu yerga. Yana qachondir ko'rishamiz. Soat 3 bo'ldi. Ana shu yerda ozgina tushib qoldik. Ancha tez tushamiz hozir. Tushdi. Oddiy panoramaga gap yo'q. Qanaqa cho'qqi yoqdimi sizga? Cho'qqi yoqdi, lekin qiyin emas ekan, juda oson ekan. Oxirgi 100 metr sal qiynalishi mumkin ekan, lekin oson tushish juda ham oson. Hali yana oldincha juda ko'p masofa bor. Men o'ylashim bo'yicha qiynalganmiz. Yoqdimi o'zi? Cho'qqiga chiqish? Cho'qqiga chiqish yoqdi. Bu birinchi cho'qqiz bo'ldi. Birinchi cho'qqim bo'ldi-da. Birinchi cho'qqiga olmas. Keyingilarini ham zabt qilamiz. Everestgacha.
Karvonmiz. Ikkalasi. Kaykiga chiqamiz, kaykiga. Ha, bundan keyin Skype bo'ladi. Ana suvning ota cho'qqisi. Mashina yo'lga tushib oldik. Hop. Bu safar qaytayotganda bundoq kesib chiqdik. Chiqayotganda ayoqdan aylanib borgandim. Toshkentdan chang kelyapti. Menimcha Toshkentdan bo'lsa kerak. Mana Oqtosh tarafli polniy уже chang bo'lib ketgan. Chorvoq tarafli umuman ko'rinmayapti o'sha changda. Hech narsa ko'rinmayapti. Har safar shu Toshkentdan chang keladi. Shu yoqqa. To'g'rimizda maygashgan cho'qqisi. Oqsoqot ekan yo'llarini yo'liga tushib oldik. Hozirgina changlashdi. Yog'i uzog'ida 1 soatda tushib olamiz pastgacha. Soat 5 dan 10 minut o'tibdi, biz o'sha tushib oldik. Quyosh botdi. O, ana suvning ota cho'qqisi. Endi uyga yetib olish kerak.